Qaynonamlar o'zi ham qopdek keladigan paketda to'ldirib ismaloq olib kelibdilar. Voy, bu oyijon shuncha ismaloqni nima qilamiz? Yaqindagina har xil ko'kli taomlar qildik-ku desam, mayli bolam, bozorda bir ayol shu ismaloqlarni olib ketding deb xoli jonimga qo'ymadi. Savob bo'lar deb ola qoldim. Jib bo'lmasa qo'shnilarga berib yubora qoling. Ular ham ishlatmasa sigiriga berib yuboradi desali bo'ladimi? Voy, gapingizni shamol uchirsin oyijon. Uyimizda shuncha buzuqchalarimiz bo'lib turib, qo'shni sigiriga beramizmi dedim-da. Sirraz razgonni olib, ismaloqlarni tozalab, yaxshilab yuvib, maydalab to'g'rab, kotlet qilishni boshladim. To'g'ralgan ismaloqlarim 1 kiloga 200 gramm chiqdi. Qolgan masalliqlarni opisaniyada yozib qoldiraman. Birin-ketin tuxumlarni chaqib oldim. Ko'k piyoz, kashnit, chesnokni to'g'rab, ziravorlardan paprika, murch, tuz solib, oxirida un soldim va yaxshilab qo'limda aralashtirdim. Tayyor bo'lgan massamiz juda ham yumshoq bo'ladi. Konditer qopchasiga solib, qizib turgan yog'da aylana shaklida qovurib olamiz. Go'sht yemaydigan bolajoniylarga ayni muddao bo'ladi. Undan tashqari bahorda hammamiz yotoqchiligimiz va qaynonamizdan ko'p gap eshitamiz. Buni oldini olish uchun shu ismaloqli kotletlardan tayyorlab yeb olinglar. O'zi ham papay bo'lib ketasizlar. Kotletlarimiz chiroyli pishib, 2 yuzi qizargunicha qolgan massani listga joylab chiqdim. Bular qotib olgandan keyin razli idishlarga joylab olaman. Mana qizlar, tayyor bo'lgan kotletlarimiz ustiga pare pomidor va qirg'ichdan chiqarilgan chesnok qo'yib yesanglar, va pishishida devr bo'ladi. Bunisi bo'lsa muzlatilgan kotletlarimni qovurib, ustiga bir pare sir qo'ydim. Ko'z qo'rqoq qo'l botir. Yo'qdan bor qilish esa bizga bog'liq. Videoim sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xiylarni izohlarda kutib qolaman.